texnikamni bilish uchun. Beravering. Xullas, pul kerakda, texnikangizni menga o'rgating. Mana ko'rasan, uzoq-uzoqlardan kelishyapti texnikani o'rganish. Qaranglar, men chestno noto'g'ri yozibman, lekin bu hech narsani hal qilmaydi. Men o'zim yozgan texnikam, men ham shu Rimsdan o'rgandim. 72 soatda pul keladi dedi. Menda уже bir kunda где-то bir 10 soatdan keyin pul keldi. Shuni bittada kartamga pul tushdi, shiq etib. Men bu texnikaga rostdan ishondim. Siz ham muhokama qilmasdan prosta ishonib bajarasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Bo'ldi dedim-ku. Tez pul keldi texnikasi. Men 24-chysloda qildim. 72 soatda pul tushishi kerak, lekin menga 10 soatda tushdi. Nima sizga ham o'rgataman buni. Qanaqa qilamiz? Hamma joyga yozib chiqaman. Nomi tez pul keldi deb yozasiz. Tez pul keldi. Miya tez pul kelishiga ishonadi. 72 soat yozasiz. 72 soat. Ismingizni yozasiz. Endi бесконечно chizamiz. Чтобы bizga pul kelishi uchun. Chizaverasiz. Tez pul keldi. Tez pul keldi. 72 soat chizganingizdan keyin xayolingizdagi summani yozing. Masalan, 10 million. 6 ta joyiga yozasiz. 10 million. Yozdingiz, 1 2 3 4 10 million. Bo'ldi. 1 2 3 4 5 6. Yozdik. Endi nima